Qolamiz yana. Assalomu alaykum. Biz Tojikistonda Dushanbeda yuribmiz. Salohiddin bilan birga biz Tojikistonga hozir Dushanbeda men bunchalik elektromobil ko'p deb o'ylamayman. O'zbekistondan ham juda ko'p elektromobil. Ishoninglar, Yandex Taksida faqat BYD E2, faqat BYD E2. Endi Gaka yo'llar ham ko'p. Chempionlar ham ko'p BYD. E2 endi men oldingizdan zub E2 o'tyapti-da. Sitoforga borib bizda O'zbekistonda sitoforda misol uchun 20 ta, 25 ta mashina kelib to'xtasa, 5 ta 6 tasi elektromobil bo'lsa, bu yerda 25 ta mashina kelib to'xtaydigan bo'lsa, 20 tasi elektromobil. Mana buni qaranglar. Mana oldimda Gakayon, mana E2. Mana elektromobil ana Gakayon bu ham mana. Ayon mana. Polni mana. Gakayon. Chap qo'limda o'tib ketdi. Elektromobil mana yana o'tib ketyapti ana elektromobil. Mana elektromobillar juda ko'p. Вообще. Mana oldimda yana E2 mana. Mana yana Gakayon. Voy okalar. Вообще нереальный. Juda ko'p elektromobil. Ben bilmadim. Bu yerda benzin qimmat bo'lsa kerak. Polni elektromobil egalari bo'lib turibdi Tojikiston Dushanbeda. Ha, Salohiddin? Вообще ko'p mana yana bitta. Ana hammasi taksi elektr. Mana polni taksilar hammasi elektr.